Navbatdagi savol. Ustoz, ko'zimning nuri juda past. Shunga ko'zoynak taqmasdan linza taqsam bo'ladimi? Linza bo'lganda ham yashil ranglisini taqsam bo'ladimi? Bu xilqatni o'zgartirishga kirmaydimi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillohi va ba'd. Buni so'rovchisi ayol kishiga o'xshayapti. Yashil taqaman degan, chunki o'g'il bolalardan ko'zini yashil qilishni xohlaganini men bilmadim. Ya'ni bunday qilsa ko'zini ziynatli qilib ko'rsatish bo'ladi-da odamlarga. Ko'ziga o'sha linza taqqandan keyin ko'zini berkitib yurish kerak bo'ladi. Yashil qilib agar chiroyli qilgan bo'lsa, o'zicha o'sha ziynatini odamlarga ko'rsatib qoladi. Yoki bo'lmasa, agar unday bo'lmasa, masalan uydan chiqmay begonalarga ko'rsatmasa mumkin. Yoki bo'lmasa bu yana bitta mumkin masala bo'lsa, masalan bir yigit uylanmoqchi bo'lsa bir qizga ko'ziga linza taqib chiqib o'zini ko'zining rangini aniq qilib ko'rsatsa, boshqacha qilib ko'rsatsa, u aldash bo'ladi bu. Tovarni aldab sotishga o'xshagan narsa-da bu ham bunday aytganda. Ana shu jihatlardan joiz emas, lekin aslida unday bo'lmasa joiz. Ko'ziga masalan achkini o'rniga linza taqsa bo'laveradi, bu qulayroq. Ham ichish qo'yish bor, yuvishda, boshqada uni yo'qolib qolishi bor, tushib ketishi bor va hokazo. Agar linza doim turayotgan narsa bo'lsa, doktorlar shuni tavsiya qilsa, u yaxshi, mumkin narsa. Lekin ayollarga nisbatan o'sha ziynatlanishda mana shu tomonlarga e'tibor berish kerak bo'ladi, vallohu a'lam. Navbatdagi